Вообще bo'lmaydi-ku bu. Bizga oson bo'lib qoladi bunaqada. Assalomu alaykum qizlarjonlar, yaxshimisizlar? Men hozir sizlarga sinovdan o'tgan Faberlic kompaniyasining Royal seriyasiga tegishli ko'z osti patchlari bilan bo'lishmoqchiman. Bu patchlarimiz tarkibida nima bor? Bu patchlar tarkibida asal, oltin zarralari, glayron kislotasi va kofein bor. Bular nima qiladi? Bular ko'z tagidagi pufik, ya'ni ba'zilarning ko'zini tagida charchoqdan va doimiy g'alqob ishib qolish bo'ladi va qorayish bo'ladi. Mana shularni yo'q qilib beradi. Mayda ajinlar bilan kurashadi. Irik ajinlarni biroz tekislaydi. Ko'z ostidagi qorayishlarni oldini oladi. Ko'z osti terisini namlantirib beradi. Va ko'z osti terisini qarish jarayonini sekinlashtiradi. Sinovdan o'tgan juda ham zo'r seriya. Bu patchimiz faqat ko'z ostidagi ajinlar uchun emas, peshona hamda burun ustidagi ajin